Assalomu alaykum. Meni ismim Maftuna. Tugunli buqoq kasalligi bilan ancha yildan beri davolanib, natija bo'lmaganligi uchun bularni YouTube'da ko'rib keldim. Davolanish jarayonida hech qanday operatsiya yoki dori vositalaridan foydalanmay og'riqsiz inyeksiya yuborib davolashyapti. Judayam yaxshi ta'sir qilgan. Nafas qisish, hansirash, kechqurun uyqusizlik menda yo'q hozir. Ancha natija yaxshi. Men kabi bemorlarga shu buqog'i bor, tugunli buqoq va buqoqning turli xil darajalaridagi holatdagi hamyurtlarimizga kelib, shu Inject Medical klinikada davolanib, natijaga erishishlarini tavsiya qilib qolaman.